3. qism. Alyorning savdo qilayotganini, ko'p pul tepayotganini bilatdim. Ota-onasiga o'smay akilib turadigan quvvat dorilari, balalar ichayotgan vitamin, kalsiylar, mening oziqliq to'liqlash, husn go'zallashtirish buyumlarim, kiyim-kechak, zibu-zinnatlarim hammasi uning vafodorligi, mas'uliyatchanligining mas'uli edi. Ashu narsalar bilan o'zining bizni yod etib turadiganligini isbotlashga tirishdi-yu, bizning bundaq so'g'u salomlarga emas, uning o'ziga muhtojligimizni, uning ko'proq vaqtini bizga berishni xohlaydiganligimizni o'ylamaydi. U bizni yaxshi kunga erishtirish uchun kecha-kunduz jafo chekadi-yu, bir oila kishilari jam bo'lib, oddiy bo'lsa-mu, xotirjam yashashning eng yaxshi turmush bo'ladiganligini u xayoliga keltirmaydi. Balalarga qanday oziqliq to'liqlash kerakligini, ota-onasiga qanday dorilarning bak foyda qiladiganligini, mening qanday rang, qanday fasondagi kiyimlarni yaxshi ko'radiganligimni aniq bilgani bilan, balalarning oziqliq qila emas, dada mehrigamu tashna ekanligini, ko'proq paranglashib berishningmi yashanganlarning salomatligiga foydaliligini, mening dangliq markalik kiyim, zibu-zinnatdami bakrak muhabbatlik oilaga muhtoj ekanligim, yana davomliq uning qalbiniki yegona oy bo'g'im borligi, ayning faqat birla bo'ladiganligi uning esidan ko'tarilib ketgan edi. Balkim yuzida dog'ba oyga qaraganda quyoshning teximi yo'riq, haroratlik bo'ladiganligini bayqab qolgandi. Yoki o'sha yulduzlar orasidagi cho'lpon yulduzni tepib olgandi. Har qitim yolg'iz qolganda kallamga kirib qoladigan bu xayoldan bezor bo'lsam-mu, hamma uyquga ketib, jimjitlikqa cho'mgan ho'ylada. Hujramning darizasi udiladagi gullikka kunning o'ltirishi bilanla rang tuzab echilib, ay nurida jilva qilib turadigan namoz shom gullari orasida kundi kashda menga hamroh bo'lib, mushundoq bilib bilmay qiyib qoladigan gumonlarimga tang shahid bo'lib turadigan kichik o'rindiqda yolg'iz o'ltirgan meni cho'ridab ketamayotgan bu xiyol 6 sezgimni g'idiqlashga urinatdi. Ko'zlarim bir haftadan beri chekilmayotgan naqshlik darvozada, quloqlarim yo'ldan o'tgan oyoq tevishida edi. Bakmi sezgirlashib ketgan quloqimga shamolning shivirlashimi, gullikka eqiyotgan kichikgina eriqdagi suvning shildirlashimi, qaynotamning ba'zida anglanib qoladigan yo'tal ovozimi erimning oyoq tevishidek anglanatdi. Uning endi aldirash ishlar tugadi deb kunda uyga qaytib keladigan bo'lishini kutatdim. O'g'lim 7 yoshga kiradiganmi, maktabning rasmiy o'quvchisi bo'ladiganmi necha kunlik qoldi. Mushu kunlarda men xuddi uning to'yini qiladigandak aldirash bo'lib ketgan edim. Uning tug'ilgan kuni bilan yangi o'qish boshlaydigan kunning orliqi yaqin bo'lg'ashqa, uningga sovg'a berish uchun har kuni degidek bozorga qatirib, maktabga boradigan, tunji kunida kiydiganga ayrim, tug'ilgan kunida kiydiganga ayrim qilib necha kiyim, futbol oyig'i, basketbol oyig'i degandek bir necha turlik oyoq, sumka, o'qish qurollari, hatto qish yozligiga ayrim choy qutisi tayyorlash qatorliq ishlarni o'zim bejirib, ishkartlarga ratriti bilan tizib qo'ydim. Maxsus bir uyni uning topshiriq ishlaydigan uyi qilib jabduqmi berdim. Uning topshiriq ishlashiga yordamlashadigan vaqt ajratish uchun uylarning hammani tozalab, yuydiganni yuvib, dazmollab, kam narsalarni to'liqlabmi qo'ydim. Tug'ilgan kunimda dadam kelamdi, opa, dedi o'g'lim menga yordamlashib, yangi olgan kiyimlarni shkafga esib etib. Albatta keladi bolam. Sening tug'ilgan kuning tursa. Shu dadam bek oldirash bo'g'ashqa kelanmasmikin deb shu. Ha, qancha oldirash bo'lsa-mu keladi bolam,
Balamning 7 yoshga to'lganlik xotira kunini xo'shal o'tkazishini, shu bahonada bir oila kishilarining jam bo'lishimizni bakmo umid qilatdim. O'g'limizni er ayol billa maktabga olib qo'yishni, muallimi bilan paranglashishni, kashta topshiriqqa billa yetakchilik qilishni xohlaydim. Burun faqat balalik bo'lishdan iborat umidning iskanjisida shundoq yashagan bo'lsam, balalarimning cho'ng bo'lishiga ergishib, arzularim tang qanotlangan. Bo'libmi erim uyga kelmas bo'lib qolgandan beri bir oila kishilarining jam bo'lishini, tomoq ustilidagi har kimning o'rnining bo'sh qolmasligini umid qiladigan bo'lib qolgan edim. Kutganimdek, o'g'limning tug'ilgan kunidan bir kun burun erim baldirli uyga qaytib keldi. Öz hali bilan qolgan qiynanamningmi, Alyarning doim sirtlarda yurganidan ranjib turgan qiynatamningmi, dadam yo'qab ketdi deb qayg'ishlik qiladigan qizimningmi, dadasiga to'la telefon urib, hali qolmaydigan o'g'limningmi chiroyi echilib, hammasi uning atrofiga o'lashdi. Qazon beshida aldirash tepib juratdim. Erimning tiliga tetig'idak, balam xushbo'g'idak. Ikki qayrig'i ziyon qilmag'idak, tomoqlarni tezroq etish uchun ikki qozon arsida piqiraytdim. Chiroyli o'rilgan sochlarim arsidan ter tapchiraytdi. Bakmi yengillashib ketgan putlarim o'choq beshi bilan dasturxon arsida juguraytdi. Sizmi kelib o'ltiring qizim, dedi qaynonam odatdagidan yengil harakat bilan qo'limdagi taxsini elib dasturxonga qo'yib. Alyarning qishig'i keling. To'g'ri. Alshot, sen bu yoqqa o't. Qaynatam shundoq topshirib, meni to'yga chiqadi. Endi boshqa ishni qo'yib qo'ying. Bugun degan sizning ona bo'lgan kuningiz qizim. Siz degan bugungi eng cho'ng mehmonjimi? Rahmat dada. Demisimi, bak charchab ketding. Alyar shundoq degach sal surilib, qishidan o'rin bo'shatdi. Bu yerga kelib o'ltirgan. Tamoq yeyilib bo'lganda Alyar cho'ng kichik xaltalarni karvatga yoydi. Dada, apa, meni beqib cho'nqig'ich tatgan japoyinglar yetmagandek. Endi bo'lganda xijil bo'lmasdan ballarimni sizlarga tashlab berdim. Alyar cho'ng ishki korobkani elib ota-onasiga sundi. Bugun navranglarning tug'ilgan kunili emas. Sizlarning bo'vimimi bo'lgan kuninglar. Shunga sizlarni alohida muboraklayman. Oyey, muhabbalani. Qaynonamning ovozi titrab, ko'zlarida yosh pildirlab qoldi. Nima jafosi bo'ladi bu bolalarning? Ular bo'g'ashqilar. O'zimni yashirib ketgandek his qilyapsam. Shuni demamsan. Nima qilatding buncha koyib? Qaynatam gapining oxirini deyolmay jimib qoldi. Bu sening Aynor. Alyar qizil duxovi qutini menga uzatdi. Bu oilaga kirgandan beri ko'p jafo tortding. Rahmat. O'pkam o'rilib, ko'zlarimga g'illadi yosh keldi. Garchi bunda qutilar va boshqa cho'ng kichik qutilarni nurg'un qitim topshirib olgan bo'lsam-mu, Alyarning bundaq sovg'a berishi odatdagi ish bo'lsa-mu, uning ashu bir eg'iz so'zi necha kundan beri ranjishga aran turgan ko'nglimdagi tugunlarni ertibli ketdi. Texi bayila qaynam tashqilliqqa cho'mgan ho'ylada, usti qo'ng'altir bilan yepilgan o'choq beshida yolg'iz qoldim. Alyar balalarimni mashinaga selib o'yintib kelish uchun manganda, men qaynonamning bugun sal ko'proq minib qo'ygani uchun og'riqi qo'zg'alib qolgan putini ho'rdaydiganga issiqlik dori qaynatayotgan edim. Sus o'tda uzoq qaynatgandan keyin onamning putini ho'rdatib, put kiyimgidek bo'lganda putini chilab bo'g'icha xeyli vaqt ketadi. Senmi biz bilan bilib olg'ina opa? Mashinaga chiqib bo'lgan o'g'lim mening ular bilan bilib mangmaganimni ko'rib pastga tushdi.
Şura apa. Voy o'g'lim, opangning ishi bor. Dedi Aliyar. Biz beraveraylik, ha? Birdamdala qaytib kelamiz. Opamning nima ishi bor? 4 yoshning qarisini olgan qizim chuchuk tillar bilan so'radi. Opam hamma ishni qilib qo'ydi-ku. Mening yana jiq ishim bor qizim. Sizlar kelguncha men ishimni tugatgach turay, ha? Shundoq. Mening ishim bor edi. Tamoq etadigan, qachi juydigan, uy tozlaydigan, bola boqadigan, cho'nglarni kutadigan, bir uy xizmatchisimi qila oladigan ishlarning hammasi mening edi. Biroq bolalarim va erim bilan birga ko'ngil ochadigan ishga mening vaqtim yo'q edi. Ayol mungdashadigan, erkilishadigan, tatliq paranglarni qilishadigan, bir uyning g'amini birga qilishadigan ishda erimning vaqti yo'q edi. Bir ayolning, bir onaning majburiyatini ustimga elishim kerak edi-yu. Bir ayolning, bir onaning huquqidan bahramon bo'la olmayotdim. Amisa biz qaytib kelguncha ishingizni tugatib bo'ling, appa. Ondan bizga chivin bo'z otni aytib berasiz. Ma'qul, appa qizim. Yeni kirildab, ko'z oldimdan uzab ketgan mashinaning keynidan qarab etib, ig'ir o'ktatdim. Ishim bo'lmagan bo'lsa, menmi chiqib havo yegach, ularning xo'shalligiga jo'r bo'lgan bo'lsam, ha? Qay zamonlar bo'ldikin, erim bilan sirtlarda sayli qilib boqmag'ili. Yangi to'y qilgan chaqda doim boradigan daryo bo'yi qandoq bo'lib ketdi ekan? Heliqi ikki tüp Majnun dalning o'ttirisiga qo'yilgan yog'och o'rindiq hozirmi bormikin? Ishim bo'lmagan bo'lsa, hech bo'lmasa qaynonamning puti og'rib qolmagan bo'lsa, bugungidek oy to'lgan chiroyli oqshomda erim bilan birga sayli qilib kelsam, qandoq yaxshi edi, ha? Balkim Aliyarningmi shunday xiyoli bor bo'g'iydi. O'mi apsi vayjallab turganda meni ep chiqib ketishni beab ko'rdimikin? Komzakdagi dorining qaynab ketganini ko'rib, o'tni pasaytib qo'yib, cho'ng istakonga qaynoq suv elib, qaynonamning hujrasiga kirdim. Oy, dori tayyor bo'laydimi qizim? Injiqlab yotgan qaynonam beshini ko'tardi. Voy. Oy, ajabmi og'ridi bu putum. Dorilaringizni ichib bo'lguncha tayyor bo'lib qoladi. Qaynoq suvni sovitib, dorilarni ichkizib bo'lgandan keyin uning putlarini xili uzun tutdim. Qaynonamning deyishicha, mushundoq tutib qo'ysam, putining og'riqiga xili orom beradi ekan. Qancha oylar bo'ldikin, har kuni kechda uxlashdan burun mushundoq tutib qo'yishga qaynonammi, menmi ko'nib qolgan edim. Dastlabda qo'llarim telib og'rib ketgan bo'lsa-mu, kunlarning o'tishiga agishib, qo'limni og'rimaydigan, tutib o'g'lashqimi usta bo'lib ketgan edim. Qo'lingiz bak shifoliqchimi sizning? Daydi qaynonam chiroyidan kulki yog'dirib. Milliy shifoxonadami necha qitim yotdim. Noyilik doktorxonadami o'litib baqdim. Yanala siz tutib qo'yganchilik foyda qilganini bilmadim. Qaynonamning bu gapi bilan butkul hardiqim chiqqandek bo'lib, uning putlarini texmi ixlos bilan tutishga, dorisini tujublab qaynatishga, ichadigan dorilarni vaqti qaralida o'lchamlik ichkizishga tirishdim. Tutib ovlash og'irlashgandan keyin qozon beshiga chiqdim. Sus o'tda qaynayotgan hurdanish dorisining puruqi o'ylini bir ag'an edi. Oy, siz nima kattamikin desam, boqmabsiz-ku. Yaqindan beri yutilib qolgan qaynotamning ovozi sal gijildab qolgan edi. Birga chiqib, oylanib kelsangiz bo'lmamdi deyman. Ishim batdi, shunga. Ishingiz bo'lsin, nem bo'pti?
qilmasangiz nima bo'pti? Qaynatamning ovozidan xafa bo'lganligi chiqib turadi. Dori qaynatadigan ishni menga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi emasmi? Indamadi. Odam degan o'z qadrini qilishni bilish kerak. Qurbonlik beradigan yami bor. O'zini oyaydigan yami bor. Qaynatam uy tarafga mangdi. Hammani voyiga yetkazaman deb o'zingizni oldirib qo'ymang. 200 wattlik lampochka yerimini yurtammagan ho'ylada yolg'iz edim. Qochquchilarni pokiz suyib, joy-joyiga ratlik tizdim. Oppoq chini xishchaplangan o'choq beshini, hatto islashib qardab ketgan o'choq manglinimi surtib paqirtib etdim. Texi bayli o'chiq turgan osmonni bulut qoplab ketgan bo'lib, bag'an siri qo'yiqlashayotgan qorong'ulik lampochkaning nurini, o'ylini, o'zim tallarini, gullarni o'z elikiga olmoqda edi. Gullik yenidagi kichikgina o'rindiqimda mashinaning gurildishini, mashina eshigining echilib yepilishini, darvozaning qiqilishini, balalarimning xo'shal cho'qirashgan ovozini, yana erimning Ay, yolg'iz o'ltiribsan-ku. deyishini kutib o'ltiratdim. Badallarim bakmo ig'ir holda ko'zimni ochganda allaqachon tong etib ketgan edi. Shuncha qilin pardalar ostidami uy ichi yurib ketgan edi. Cho'ng karvatda yolg'iz edi. Men bilan yotmasa uyqusi kelmaydigan qizimmi? Akşam balalarni elib qaytib kelish mumkinchiligi bor bo'lgan erimmi ko'rinmaydi. Qandaqdir bir ansizchilikda badallarimning chiqib og'riyotganligini unutib, yugurib o'g'limning hujrasiga kirdim. Va uning put-qo'llarini kiyirib yetib uxlayotganligini ko'rib, yenik tinib sirtqa chiqdim. Bugunmi havo tutiq bo'lib, osmonni bulut qoplab turgan kulrang bulutlardan yomg'ir shapisi kelib turadi. Havoning shuncha demiqligiga qaramay, sirtqa chiqishimg'ila badallarim tikallashgandek dugdarab qoldim. Shundaqdimi o'choq beshida putlarni so'rab, bir ishlarni qilib yurgan qiynonamni ko'rib, uning qishig'i bordim. Turibsiz-ku. Aliyar sizni mijozi yo'qkan degandi. Uncha ig'ir emas, opa. Mijozim yo'qligini meningmi oldimda bayqab bo'lgani uchun erimdan bakmi suyundim. Akiling, men qilay. Bo'ldi. Kirib aram eling. Sizga sho'g'irish qaynabqan. Pishibmi qoldi. Qizig'ida ichivotsangiz, o'ngshilib qolasiz. Alnurni ko'rdingizmi, opa? Dadamning qishidimi-ya? Dadasi bilan ikkisi sizga to'g'ri og'ilimangdi. Ma qizni. Odatda turg'uli unmaydigan bola bugun saharlik turib ketibdi desa. Dadasi keldi emasmi? Aliyarning bundaq kuyimchan bo'lib ketganligini ko'rib, saqaymisanmi bo'ptikan deb o'ylabmi qoldim. Og'riqning yaxshisi yo'q deyishidi ko'ngli. Biroq bugungi bu og'rib qilishim men uchun yaxshi bo'lgan edi. To'la hollarda sirtda yurib, tuzukroq ko'rishkimi oson vaqt chiqaramaydigan erimning hiyladan hiylaga qaynoq suv akirib, to'g'ri ishkizib, beshimni tutib qo'yishi uchun xeyli bak ig'ir og'rib qilishga rozi edim. U yenimda bo'ladiganligi ish bo'lsa, qandaqroq tursan degan so'zini oyimisila sakratga tushib qolsam mayli edi.